ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar. Muborak oy suhbatlari loyihasining doimiy kuzatuvchilari, ushbu ko'rsatuvni saharlik va iftorlik onlarida tomosha qiladigan azizlarimiz. Barchangizga Ramazonning yana bir kuni muborak bo'lsin deymiz. Shu kunlarda qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, amalga oshirayotgan xayrli ishlarimizni savoblarini Robbimiz ko'paytirib bersin. Azizlar, chiroyli suhbatlarimiz sizga manzur bo'layotgan mavzularda va albatta savol-javoblarda davom etamiz. Bugun studiyamizning aziz mehmoni borlar. U kishi Toshkent viloyati bosh imom xatibi Doniyor domla Ikromovlar. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Yana bir bora studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ramazonni bu kuni sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Manfaatli suhbatlarda davom etamiz. Qiziq mavzuda, dolzarb bo'lgan mavzuda bugun suhbatni amalga oshirishni maqsad qildim siz bilan. Ya'ni dinimizda sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollikka qaratilgan bir e'tibor haqida suhbatlashsak va umumiy tarzda sog'lom turmush tarziga e'tibor deb nomladik ushbu ko'rsatuvimizni mavzusini. Shariatimiz, islom dini umuman faollikni, jismoniy faollikni, sog'liqni ilgari suratdi. Har bir sunnat amalni tagida, agar mana bugun olimlar surishtirib shuni tagiga yetishyaptiki, o'zimizni foydamiz, ya'ni o'zimizni sog'lig'imiz uchun foydali bo'lgan amallardan iborat. Sunnat amal deb qalamiz, lekin sog'lig'imiz uchun foydali bo'ladi aslida olib qaraganda. Shu ham mana shu sog'lom turmush tarziga bir belgi desak bo'ladi. Shu mavzuda suhbatlashsak. Marhamat. Yana bir bor o'zingizlarni bu ko'rsatuvga taklif etganingiz uchun boshim osmonga yetdi, juda ham xursandman. Demak, hozir savolga keladigan bo'lsak, savol emas shekilli bu mavzu o'zi. Agarda bu mavzuga keladigan bo'lsak, dinimizda sihatlikka, salomatlikka e'tibor berishlikka ko'p urg'u berilgan. Hatto mana masjiding uzoq bo'lsin, qabristoning yaqin bo'lsin degan so'zlar yoki hozir mana siz ta'kidlab o'tganingizdek, ibodatlarni har qanaqa holatini qaraydigan bo'lsak, bu asli o'zimizga manfaati borligi jihatidan. Agar oyatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Qur'oni Karimning oyatlarida zararli bo'lgan narsalardan qaytarilgan, foydalarga ruxsat berilgan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga sog'lom turmush tarzi qanday bo'lishligini o'zlari ko'rsatib berganlar. Hatto mana Oysha onamiz roziyallohu anha bilan Madina-i Munavvarada musobaqalashganliklari. Birinchi safar dedilar, bu hadisni roviysi Oysha onamiz aytadilar, payg'ambarimiz alayhisalom bilan men kechki Madinada kechki vaqtda musobaqalashdim. Bir musobaqalashmaymizmi ey Oysha dedilar. Keyin men payg'ambar alayhisalomdan oshib ketdim, o'zib ketdim dedilar. Oradan vaqt o'tdi, keyin payg'ambarimiz alayhisalom bilan yana bir musobaqalashdik. Men biroz u vaqtda go'shtdorroq edim, to'lishib qolgandim. Payg'ambar alayhisalom mendan oshib ketdilar. Ey Oysha, o narigisi bilan bunisi bir bo'ldi dedilar. Mana shu narsalarni ham bugungi kunimizda joriy qilinadigan bo'lsa, bu maqsadiga muvofiq bo'lardi. Ba'zilar o'ylaydiki, dinimiz faqatgina ayollarni uyida o'tkazishlikka buyurgan deb o'ylashadi. Unday emas. Dinimizda mana agarda shu hadisni roviysi Oysha onamiz payg'ambar alayhisalom bilan Madina-i Munavvara ko'chasida musobaqalashganliklari aytilyapti. Odamlarning ko'zlaridan pana bo'lgan holatda kechroq endi vaqt tanlangani ham bu yerda maqsadiga muvofiqligini tushunsak bo'ladi. Qolaversa mana bugungi kunda, ayniqsa mana Ramazon oylarida iftorlikdan keyin biroz o'zimizni bo'shashtirib olishligimiz uchun ham, sog'lom holatga kelib olishligimiz uchun ham bugungi kunimizda anhorlarni chekkalarida mana piyodalar yo'laklari qilinyapti. Yoki umuman anhorlarniki bo'lmasa-da shaharning chekkari hududlariga ham shunday holatlar bo'lyapti. Alohida
velosiped yo'lakchalari Ha, qilyapti-da. ana. Mana shundan foydalanishligimiz kerak. Ayni mana shu ish bugungi kunda zarur bo'lgan amaldan. O'zi yer yuzida ko'proq aholini bugungi kunda to'lishligi holati aytilyapti. To'lalikka moyilligi. Dinimiz mana shu narsalardan ham o'zi asli qaytaradi. Sog'lom bo'lishlikka chaqiradi. Mana shuni hozir Ramazon oyida turganligimiz jihatidan ham olib qaraydigan bo'lsak, taomlanganda ham oshqozonlarimizga tushayotgan ovqatlarni ham biz tartibini olishimiz lozim. Payg'ambarimiz alayhissalom taomlanganimizda oshqozonni 3 ga bo'lishligimizni bizga ta'lim berganlar. Bir qismi taomga, bir qismi suvga va bir qismi havoga qolishligi kerak. Agarda hammasi suv bilan yoki hammasi taom bilan to'lib qoladigan bo'lsa, e'tibor beraylik, o'rnimizdan tura olmay qolishligimiz bor dasturxondan. Va yurolmayapman deymiz yoki bo'lmasa bunda qaddimizni ko'taramiz deydigan bo'lsak, oshqozonimiz bermaydi shunday holatda bo'lishligiga. Demak, mana shu tartibga hozir e'tibor beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhissalom bizlarga qanday qilib taomlanishligini ham o'zlari ko'rsatib qo'ydilar. Mana bugun kunimizdagi tutayotgan ro'zalarimizga bir e'tiborli bo'laylik. Ertalab saharlikka turganimizda taom yeyotganda ham ko'proq ovqat yeymizki, shu uzoqroqqa yetadi deb o'ylaymizda. Keyin yana og'zimizni ochayotgan vaqtda alhamdulillah dasturxonlarimiz bugungi kunda to'kin. Shu to'kin dasturxondagi taomlarga o'tirib yana beayov oshqozonga yuk qilishni boshlaymiz. Bunda ro'zadan ko'rilgan hikmatlar sekin chekka chiqib qoladi o'zi. To'ldirilgan idishlarni eng yomonidilar payg'ambarimiz alayhisalom oshqozondilar. Oshqozonni ko'proq qilib to'ldirib yuboriladigan bo'lsa, bunda kasalliklarga moyil bo'lib qolishlik ehtimoli kuchayadi-da. Demak, tibbiyotdan ham mana shu taraflariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz ko'p yaxshiliklarni ustida bo'lamiz. Demak, masalan, bir kishilar taomlanib og'izlarini saharlik vaqtida yopishayotganida 1 litr yoki bo'lmasa undan ko'proq suv ichishga harakat qilishadi. Chanqab qolmayin deyshadi. Bu xususiyat faqat tuyalarga berilganda. Tuyalar agarda ko'proq ichsa, bular ko'proqqa yetadi, lekin biz tuya emasmiz-ku. Demak, bu xayol ham noto'g'ri. Ko'proq ovqat yesa uzoqroqqa bora oladi, ko'proq suv ichsa uzoqroqqa bora oladi. Yo'q, bunda me'yorni bilishligimiz albatta lozim. Shunaqa tushuncha bor, ruh salomatligi va badan sog'lig'i, badan salomatligi degan tushunchalar bor-da, domla. Bular o'zaro uyg'unmi? Qanaqa bog'liqlik bor? Ruh salomatligi, sog'lom ruh, sog'lom badan o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor? Mana shu tarafda bu yerda o'zi tasavvufda ko'proq aytilinadi. Tasavvufda shunday holat borki, taomni o'zi bemalol hayot kechiradigan bo'lsa ham har doim nafs xohlayotgan narsani beravermaslik. Doimiy holatda to'q yurishlik ham bu tasavvufda to'g'ri hisoblanmaydi. Shuning uchun ham tasavvufdagi kishilarga e'tibor berilsa, taomni o'zlariga oz holatda yeyishlikni o'zlariga joriy qilib olishadi va maishatli hayotdan uzoqda bo'lishlikka o'zlatda ko'proq bo'lishlikka e'tibor qaratishadi. Bundan nimaga deyilsa, inson doimiy holatda, to'q holatda yuraverishligi uni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Agarda ro'za tutadigan bo'lsa, hozir Ramazon oyida ayni shu lahzalarni, holatlarni tushunib olishlik imkoniyati bor. Ro'zador bo'lgan odam kambag'allarni ham tashvishini qiladi. Demak, och qolib ketsa shundoq bo'lar ekanda deydi. Mana og'zimizni ochayotgan lahzaga e'tibor beraylik. Og'iz ochadigan vaqtda turibmiz. Bor yo'g'i ilohiy farmonni kelishligiga 1 daqiqa yoki 2 daqiqa qoldi. Banda shunaqa vaqtda nimalarni his qiladi? Ayniqsa chanqab turgan vaqtda suvni ko'radida, labini sekin qo'llaydi, shuni ichaman deydi. Shu dasturxonga hozir mana narsalarni yeyishga hujum qilaman deb turib, o'ziga rejalar qilib oladi. Mana buni yeyman, mana bunisiga darrov qo'limni cho'zaman deydi. Shu bandani iftorlik qilayotgan lahzasida o'sha kambag'allarni his qilishlik tomoni ham bor. Biz shu ruhiyatni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ro'za degani faqatgina shunchaki och yuribgina bu holat emas, balkim ro'za tutgan kishini ana shu kambag'allarni ham oz bo'lsa-da his qila bilishlik. Jismonan esa biroz bo'lsa ham yengilroq bo'lishlik. Turli xil mana hozir tibbiyotda shu narsalar aytilyapti. Ro'za tutishlik natijasida tanani va ruhni turli xil illatlardan, kasalliklardan uzoqda bo'lishlik holati bor. Ya'ni imkoniyati bor. Ilgari
och yuradigan bo'lsa, oshqozon bir-birini yeb qo'yadi, boshqa qiladi degan so'zlarni aytilardi. Mana hozir bugungi kunda esa ochlik bilan davolashyapti. Ochlik orqali ruhiyatni davolashyapti. Interval ochlik degan tushuncha bo'ldi-ku. Albatta, albatta. Demak, ana shu taomlanishlikda ham haddan oshib ketib qolinmasligi kerak. Bemalolchilik to'kin dasturxon degani bu yuvurgin degan narsa emas-da. Ana shunga ham e'tibor qaratilsa, insonni ruhiyati ham sog'lom bo'ladi va tanasi ham sog'lom bo'ladi. Agarda Ramazon ro'zasini yu nafl ro'zalarni ham agar o'zi uchun biror bir holatda lozim deb davomli bo'lib tutadigan bo'lsa, ana shu hozir siz aytayotgan holatni o'zida singdira bilishligi imkoniyati bo'ladi. Shu o'rinda mana shuni ham eslatib o'tsak bo'ladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida Madina Munavvarada turgan vaqtlarida elchilar kelishardi. Elchilarni kutib olishardi. Ana shunda Vizantiyadan kelgan bir elchi keldi va Hazrat Umar roziyallohu anhu ga nimaga sizlarda biror bir tibbiy holatga ehtiyoj yo'q deyishdi. Ya'ni hech kim kasal bo'lmayapti deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilar. Biz sunnatga amal qilamizki, kasalliklar bizdan yiroqda. Biz taomlangan vaqtimizda taomni oshqozonimizni 3 qismga taqsimlab olamiz. Buni hammasi shifoni hammasi shunda, dardni hammasi esa taomlanishlikni ko'prigida dedilar. Ana shu ham demak insonni ruhiyatini sog'lom bo'lishligi uchun demak taomlanishlikka ham e'tibor qaratishligi lozim bo'ladi. Rahmat domla, endi hozir mana shu hadisdan kelib chiqadigan bo'lsak, me'yordan ortiqcha ovqatlanish yoki bo'lmasam shu salomatligiga bee'tibor bo'lish insonni shu dardlarga, kasalliklarga ro'baro qiladi-da. Shu o'rinda yana bitta hozir aytganingizga o'xshash hadis ham yodga tushadi. Ya'ni inson uchun uni vujudi, jasadi omonat qilib berilgani, to'g'rimi? Va o'sha omonatga xiyonat qilmasligi kerakligi to'g'risida. So'ramoqchi bo'lganim, mana shu badanni, vujudni biz ko'p qiynoqqa qo'ysak, ya'ni qaysi ma'nodaki e'tiborsizlik qilsak, o'zimizni nafsimizga bo'ysunib, unga dard kelishiga sababchi bo'lib qolsak, bunga ham javobgar bo'lamizmi? Albatta. Mana hozir bu aytilayotgan mavzuda o'tgan mavzumizga ham demak bog'lasak bo'ladi buni. Taomlanayotgan vaqtimizda ozgina taom qolib ketadigan bo'lsa, endi isrof bo'lmay qolsin deb turib yeyishni boshlaymiz. Bu aslida isrof hisoblanadi. Bu joiz emas, ha? Isrof deganda bizda shunchaki bir narsalarni foydalanmasdan tashlab yuborishlik deb o'ylanadi, lekin me'yordan oshiqcha, ya'ni o'zi taom qachon to'xtash kerak deyilsa, ovqat yeyotgan vaqtimizda biroz to'xtab shoshmasdan yeyilsa, ichdan havo keladi. Xuddi yumshoq kekirishga o'xshaydigan bo'y keladi. Shuni o'zi o'sha vaqtda to'xtash kerak. Signalda bu. Bu ogohlik qo'ng'irog'i, to'xta, bo'ldi. Endi undan u yog'iga o'tadigan bo'lsak, u dard bo'lib qoladi-da. U yog'i dardga aylanib qoladi. Ana demak hozir aytilayotganda shu isrofgarlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmasligini Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Innal mubazziran ikhwana shayatin dedi. Isrof qiluvchilar shaytonning aka-ukalari dedi. Shayton esa kimligini hammamiz bilamiz. Demak, biz isrofni oldini olishimiz kerak. Tanamizda bizni ham bizdagi haqqi borligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamning davrlarida 3 kishi Payg'ambar alayhisolamning uylariga kelishdi. Uyi ichkarida bo'lganliklari uchun ular gaplashib turib, Payg'ambar alayhisolam kechalari bilan turib namoz o'qiyotganlar, roza tutar ekanlar, falon qilar ekanlar, piston qilar ekanlar degan so'zlarni eshitib turib, ular qo'rquvga tushdi va aytishdiki, bizni ibodatimiz kam ekan. Payg'ambar alayhisolamning avvali va oxiri gunohlari kechirilgan bo'lib turib, kechasi turib ibodat qilar ekanlar, falon ekan, piston ekan deyishdi. Va uchalovlari o'zlaricha aytishdi. Men uylanmayman dedi birlari. Ikkinchilari aytdi, men endi Payg'ambar alayhisalom mana ibodat qilar ekanlar, kechasi uxlamasdan ibodat qilaman. Va uchinchilari aytdiki, men har kuni roza tutaman dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom buni eshitib turdilar, ichkaridan chopib chiqdilar. Va mana bu so'zni kim aytdi dedilar. Biz aytdik, ey Allohning rasuli deydi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom xuddi senda tanangni ham haqqi bor degan so'zni aytgandek, men payg'ambarman, uylanaman dedilar. Endi bunda ham hozir bu ham uylanmaslikning o'zi ham bir dard hisoblanadi. Demak, haq bu, uylanishimiz kerak buni. Uylanish kerak, shariat chaqiradi. Va ikkinchisi odamning so'ziga, har kuni roza tutaman degan kishiga Payg'ambarimiz alayhisalom, men payg'ambarman,
og'zim ochiq ham bo'ladi, ro'zador ham bo'laman dedilar. Ya'ni har kuni ro'za tutishlik bu shariatga muvofiq emas. Bizda tanamizda haqqi borligiga mana shu hadis demak kifoya qiladi. Va uchinchisi aytdi, men kechasi bilan endi uxlamasdan faqat toat ibodat qilaman deb qasam ichdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga ham aytdilar, men payg'ambarman, kechasi turib ibodat ham qilaman, uyquga ham ketaman dedilar, uxlayman ham dedilar. Inson bir ishga mukkasidan ketib, mahkam tutib, kechalari bilan ibodat qilib chiqadigan bo'lsa, har doim bunday qila olmaydi. Bunday qilishlik mumkin emas. Kechasi bilan toat ibodat qilaman deydigan bo'lsa, insonni tanasi sillasi qurib qoladi va o'z-o'zidan keyin ibodatga yaroqsiz bo'lib qoladi. Ana shundan ham o'zini olib qochish kerak inson. Va ro'zadorlarni eng yaxshisi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom Davud alayhisalom edilar dedilar. Davud alayhisalom bir kun ro'za tutarlar, bir kun og'izlari ochiq bo'lardi. Bir kun ro'za tutarlar, bir kun og'izlari ochiq bo'lardi. Endi bundan ochiqcha holatda ro'za tutishlik mumkin emas. Joiz bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom odamlarning orasida Allohdan ko'proq qo'rqadigan menman dedilar. Eng taqvodorrog'i menman dedilar. Shu zot kechasi uxlayman ham deyaptilar, uylanaman ham deyaptilar va ro'za ham tutaman deyaptilar. Bu nimaga deyilsa, ana shu bizda tanalarimizni ham haqqi borligiga mana shu e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Sa'y harakatda bo'lib turishlik, yurib turishlik, fikrlab turishlik, doim bir joyda o'tirib qolmaslik, mana shundan demak qochishligimiz lozim. Shariatimiz insonni doimo harakatda bo'lishlikka chaqiradi. Suhbatimiz avvalida siz Oysha onamizdan keltirilgan bir hadis bilan boshladingiz. U yerda mana shu ayollarni ham jismoniy faollikka, jismoniy tarbiyaga, sportga targ'ib qilingani to'g'risida mana olsak bo'ladi-da, shu yerdan bir tushuncha xulosani. Men bir voqeani aytmoqchiman, ya'ni shu kunda o'zim guvoh bo'lgan narsam. Endi ko'pchilik masalan domlalarimiz, qorilar deganda shu cho'pon kiyadigan, do'ppida yuradigan insonlarni tushunishadi-da, endi jismoniy faolligi kamroq shunaqa tushuncha bo'lib qolgan. Lekin bu narsa noto'g'riligini o'zim guvohi bo'ldim. Qaysi ma'noda? Mana davlatimiz rahbari, hukumat vakillari darajasida mana bugungi kunda sog'lom avlod uchun jismoniy tarbiyani rivojlantirish, sog'lom avlodni voyaga yetkazishga katta e'tibor qaratilyapti va buni vazirlik, tashkilotlar tomonidan o'zaro bir tadbirlar, musobaqalar tashkil etilayotganini ham kuzatsak bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan tashkil etilgan ikkita tadbirga bordim. Endi bizniki axboriy telekanal bo'lgani uchun biz bu voqealarni yoritdik, tadbirlarni. Biri o'sha O'zbekiston Yunusobod sport majmuasida mini futbol bo'yicha o'tkazilgan musobaqa edi. U yerda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan, rahbariyatidan vakillar keldi. Taniqli murabbiylar, Mirjalol Qosimovlar ham kelishdi. Va ular o'zim eshitdim, shu savol berishyapti. Shunaqa chiroyli o'yin bo'lyapti-da. Bular domlami yoki bo'lmasa ani yollangan futbolchilarmi deb so'rashdi. Endi ba'zi jamoalar yollab, bular hammasi domla aytib berishdi. Bu falon. Qoyil qolishdi-da. Men o'zim ham qoyil qoldim. Mana domla deganda shu. Yoki bo'lmasam yaqinda bo'ldi, masalan, Jar sport majmuasida voleybol bo'yicha, shaxmat bo'yicha o'tkazilgan musobaqalar. Ya'ni aytmoqchimanki, sport doimiy hamrohida. Bu mana sizni o'zingizni ham shaxsiy tajribangizdan o'tgandir bu narsa. Ya'ni jismoniy faollik, sport bilan shug'ullanish mana shu aqliy rivojlanishga ham yordam beradi-da. Shu Qur'on yodlashga ham shu domlalar aytishardi, jismoniy faollik, ya'ni yodlash xususiyatini ham oshiradi deb. Shu sportga targ'ib borasida ham qisqacha suhbatlashsak. Dar haqiqat, avvalo hozir payg'ambarimiz alayhisalomning bir hadislarini aytib olsam, maqsadiga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom farzandlaringlarga ot minishni va suzishni, kamondan o'q uzishni o'rgatinglar deganlar. Bu erkaklarga zarur bo'lgan ish bo'lganligidan-da, mana bugungi kunimizda ham endi avtoulovni boshqara bilishligi, otni ham minishni bilishligi kerak, to'g'ri. Lekin avtoulovni ham boshqara bilsin, o'qisin, qoidalarni bilsin, to'g'ri boshqarsin va kamondan o'q uzish deganda endi bu o'z-o'zidan mudofaa, ya'ni harbiy xizmatga borishlik bu yerda tushunsak bo'ladi va suzishni bilishlik. Suzishni bilmaslik ham kim farzandiga suzishni o'rgatmagan bo'lsa, otalik vazifasini qilmabdi deydi ulamolar. Demak, farzand suzishni bilishligi kerak. Endi muftiy hazratni tashabbuslari bilan mana shu hozir siz aytib o'tgan mini futbol hamda voleybol, shaxmat musobaqalari bo'lib o'tdi.
hozir aytganingizdek muftiy hazrati o'zlari shu jar stadionida bular rostdan imommi deb so'radilar. Keyin hamma kulib yubordi va aytildi keyin. Men o'zim bularni hammasini bitta tekshirib chiqdim. Chunki mini futbolda ham shunaqa imomlarimiz bo'lyaptiki, darvozaga gol urgandan keyin uni nishonlashlik uchun yugurib kelib turib salta qilib qo'ydi-da, salta qo'ydi. Mana shu holatni ko'rib, hozir siz aytayotganingizdek, mashhur shu murabbiylar, futbolchilar, bular imom bo'lmasa kerak deb o'ylashdi. Bugungi kunimizdagi imomlarimiz endi nafaqat masjidda o'tirib, jamoatga namozni o'qib berib, ularga va'z nasihat qilib, irshod qilib shunaqa qiladigani emas, balki bugungi kunda domla imomlar ham mana shunaqa musobaqalarda qatnashadigan, shu jamiyatning bir bo'lagi, albatta sport bilan shug'ullanib turishlik kerak. Amaliy namuna. Amaliy namuna bo'lishligi kerak-da. To'g'ri, domla imomlarni aksariyat holatda, ko'p holatda xalqimiz xush ko'radi va domlalarni aytgani qilinadi. Endi domlalarni o'zi sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bunda yana ham ko'p yaxshiliklar borligini ko'ramizda. Ana shu hozir tashkil etilgan musobaqalarda ham bu bizni masjid imomlarimizga berilgan bir o'zi e'tibor ham bo'ldi. Ularga katta yutuqlar berilayotgani, sovg'a salomlar berilayotganligi, viloyatimizdagi imomlarimizni masalan uzoq joylardan kelayotgan Buxorodan yoki Xorazmdan kelishganda mehmonxonalarda 2-3 kun turishyapti-da. Bu sayohat, sayru sayohat bu ham. Qolaversa, o'sha sportni ortidan poytaxtga kelib, finalga chiqqanlar shu respublika miqyosida turli xil viloyatlarimizning g'olib jamoalari kelib qatnashdi-da. Domla imomlarimizning mana shu borada qilgan ishlari juda ham tahsinga sazovor. Bir qarashda ham bunaqani men ham o'yna olayman deydi-ku, lekin mard maydonda bilinadi deymiz-ku. U yoqqa chiqqandan keyin odamdagi holatlari umuman boshqacha lahzalarni his qilishni boshlaydi inson. Demak, hozir sport bilan shug'ullanishlik bu albatta zarur. Sport bilan shug'ullanilmasa bo'lmaydi. Ayniqsa hozir yuqorida ham aytganimizdek, to'lalikni qo'y ko'taradi deymiz-ku. To'lalik qo'ylarga yarashadi-da. Biz o'zimiz iloji boricha shundan uzoqda bo'lishimiz kerak. Zero bugungi kunda muhtaram yurtboshimizni olib borayotgan oqilona siyosatlarning negizi ham xuddi shu. Bekordan bekorga hozir shu yo'lakchalar tashkil qilinayotgani yo'q-da, nima qilib bo'lsa ham odamlar uydan chiqsin, domdan tushsin, yuqori qavatlardan tushib aylansin. Azgina bo'lsa ham harakat qilsin. Zero harakat qiladigan odam albatta sihat salomatligi bo'lgan tanada aql ham shunaqa bo'ladi-da. Aqlli o'zi agarda sog'lom bo'lib turib tana misol uchun xasta bo'ladigan bo'lsa, u sekin o'z-o'zidan yomonlikka olib boradi-da bu ham. Mana shu borada ham bir so'z yodga tushib qoldi. Oshqozon aqllimi yo miyami deyiladi. Bu savolni bir necha xil odamlarga men o'zim berib ko'rdim. Ba'zilar aytishdiki, menimcha miya deyishdi, ba'zilar yo'q, oshqozon deyishdi. Keyin xo'p, nima uchun deb shuni tushuntirib berishliklarini so'radim, lekin aniq maqsad bo'lmadi. Oshqozon shu darajada aqlliki, unga o'zi yoqmagan narsani u chiqarib tashlaydi. Chiqarib tashlaydi, qayd qiladi. Lekin miyada unaqa xususiyati yo'q. O'ziga yoqmagan narsani chiqarib tashlashlik tomoni yo'q. Miya o'ziga yoqmaydigan narsani, informatsiyani qabul qilgandan keyin ham buni chiqarib, miyadan chiqarib xuddi o'chirib tashlashlik imkoniyati yo'q miyada. Mana shu jihatdan qaralganda oshqozon miyaga qaraganda aqlliroq. Demak, shu oshqozonga nima yoqishligiga qarab turib inson yeyish kerak-da. O'zi bilib turadi, menga mumkin emas. Mana shu narsani shifokor, tabib, doktor taqiqlagan, yemagin degan, ichmagin degan deydi. Shu nafs balosi bo'lib turib, ba'zan yeyiladi, ichiladi, keyin dardi ko'payib ketadi-da. Demak, mana shu bugungi kunimizda sahr kasalligini deymizmi yoki qon bosimini deymizmi, bularni hammasini me'yorga qo'yishligimiz uchun tabiblarga e'tibor berayotganiga qaraylik. Yurishga aytishyapti, yursin deyapti. Men o'zim internet tarmog'ida bir kishini suhbatini eshitib qoldim, shifokor ekanlar u kishi. Shu kishiga savol berishdi. Men oz ovqatlanyapman. Siz aytgan buyruqlaringiz ostida, ya'ni mana bu taomlarni yeng deb ko'rsatmalar beryapsiz, shunga harakat qilyapman. Lekin ko'chaga chiqib yurishlikka toqatim yetmayapti. Men 5 mahal namoz o'qiyman. Shu namozlarim o'zi harakatga yetmaydimi, yetadimi shunaqa desak, u kishi yo'q dedi. Bu kam dedi, yuring dedi.
shu yuring deganda lekin odamlarga yoqmayapti-da bu. Endi shu sihatlikka, salomatlikka e'tibor berishlik nima bilan bo'ladi desa, albatta ozgina harakat qilishimiz bilan bo'ladi. Shuning uchun ham aytdik, masjidimiz uzoqroq bo'lsin va qabristonlarimiz yaqin bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalomning davrlarida hamma shu Payg'ambar alayhissalomning masjidlariga yaqin bo'layin deb turib, masjidni oldidan uylar qurishni boshlashdi. Hatto shu darajaga yetdiki, Payg'ambarimiz alayhissalom bunday qilmanglar dedilar. Uzoqroqdan kelganinglar sizlar uchun xayrliroq yo'l bosib kelishinglar dedilar. Nega? Shu tashlanayotgan har bitta qadamga ajr mukofot yoziladi deyilgani, bunda o'z-o'zidan shu harakatli ham bor-da, o'z-o'zidan. Bekorga bu so'z aytilmaydi. Endi kechki taomni yedik, ahli oilamiz bilan masalan ko'chani aylangani chiqyapmiz. Agar shuni Payg'ambar alayhisalom Oysha onamiz bilan shunday qilgan ekanlar, kechki sayrga chiqqan ekanlar deyilsa, shu ham sunnat amal desa shunga ham ajr topadi. Niyat qilsa-da. Albatta. Bizning nazarimizda, ko'pchilikning nazarida ibodat degani faqatgina namoz, roza, zakot, haj shunaqa deb tushuniladi, to'g'ri. Bu ibodatlarning eng afzali va eng kattalari. Lekin mo'min kishi masalan roza tutgan ekan deylik, nafl roza tutgan ekan. Yana qaytarib aytaman, nafl roza tutgan ekan. Bir odam uni ziyofatga chaqirib qoldi. Uylanayotgan ekan, valima dasturxoni yozgan ekan. Shu yoqqa keling desa, shu ro'zani ochib o'sha taomdan yeyishligi uchun ibodat bo'ladi. Ibodat bo'ladi. Masalan, farzandlarini halol pokiza yeyishligi uchun kasb hunar qilyapti. Ertalabdan chiqib ketib ishlayapti, pul topyapti. Shu ham ibodat bo'ladi. Endi shu yerda shartli holatda shuni ham aytib o'taylik. Masalan, bir odam bomdod namozidan keyin masjidda o'tirib toat ibodat qilyapti. Kechgacha nafl namoz o'qiyapti. Bir odam esa ertalab bomdodini o'qidi, tirikchilik qilishlik uchun bola chaqam boqishim kerak deb ko'chaga chiqdi. Shu ko'chaga chiqqan odam savoblarida endi qaysi birniki ko'p bo'ladi desa, mana bu tirikchilikda yurgan odamni sa'y harakatda bo'lib turganligi ko'proq bo'ladi. Masjidda o'tirganligi emas. Chunki shariat masjidga o'tirib olgan, chiqma masjiddan degan tartibi yo'q. Jamoat namozlariga masjidga yig'iladi, qolgan paytda sa'y harakat qilib ahli ayolini, boshqalarni halol yo'l bilan ozuqlantirishlikka, ularni boqishlikka shariat buyurgan. Demak, ibodat degani qo'yingki, ertaga ishga boraman deb uyquga ketyaptimi, shu uyqusi ham ibodat hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, hatto hojatga kiryapti. Hojatga kirayotganda Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalaridagi chap oyog'ida kirib, o'ng oyog'ida chiqayotgan, shu ham ibodat hisoblanadi. Ibodatsiz bo'lgan holatda birorta holati yo'q bandani, mo'min kishini. Har holati demak ibodat bo'ladi. Ko'chaga chiqib hatto ahli ayoli bilan kulishib yurgan, e'tibor beraylik, biz mana hozir o'zi shu sog'lom oilani nazarda tutyapmiz. Sog'lom tanani ham, sog'lom oilani ham desak ham bu yerda bo'ladi. Birgalashib vaqtini o'tkazgan oilalarda er va xotinning o'rtasida shunday bo'lsa, unday oilalarda ajrimlar bo'lmaydi. Birdamlik bo'ladi. Birdamlik bo'ladi, tushunish bo'ladi bir-birini. Ko'chaga chiqqandan keyin erkak kishining cho'ntagida beksin puli bo'ladi, muzqaymoq yeysizmi deydi, boshqa deydi. Shu bir-biriga bog'lanadigan, shu sunnatning orqasida qancha narsalarni topsak bo'ladi-da. Mana qaraylik shu narsaga. Oddiy mana Payg'ambar alayhisalom shu kechki sayrlarida qancha foydalar topsak bo'ladi. Agar endi shuni biz ham bugungi kunimizda kechki payt biroz vaqtimizni ajratib, ahli oilalarimizga biroz vaqtimizni ajratib, biror joyga borib kelamiz, biror joyi aylanib kelamiz. Endi bu cho'ntakdagi puliga qarab ham bo'ladi, to'g'ri. Lekin ko'chada piyoda yurib aylanib kelishlik uchun pul zarur emas. Uni ham o'ziga achti bor. Albatta, ozginagina e'tibor berilsa, shu sihatligimiz, salomatligimiz tanamizniki bo'lib turib ham qolaversa, oilamizni ham sihatligida, oilamizni ham bir-biriga bo'ladigan yaxshi munosabatni, muhabbati ziyoda bo'lishligini ta'minlab beradi. Birgina sunnatni amalga oshirsak, qaraylik, bugungi kunda qanchalab, minglab ajrimlarni oldini olishlik imkoniyati yuzaga kelar ekan. Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Bu mavzuda ham uzoq suhbatlashishimiz mumkin, lekin biz uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Umid bilan bizga savol yozganlar bor, domla. Ulgurganimizcha javob bersak, o'z vaqtimiz juda ham kam qolibdi. Agar ruxsat bersangiz boshlasak. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum domla. Men o'tgan yili bir tanishimga mashinamni 1 yil muddatga $5,500 variantga sotishimni va ushbu mashinaga $4,000 naqdga xaridor borligini aytdim. Tanishim rozi bo'ldi. Ya'ni mendan mashinani $5,500 nasiyaga oldi va uni men oldindan aytgan odamga $4,000 naqdga sotdi o'zi.
Bu yerda men naqd xaridor borligini aytgandim va tanishim mashinani o'sha odamga sotgani uchun savdoyimiz ribo bo'lib qolmaydimi debdilar. Bunday vaziyatda o'zi aytaylik bir odam bilan o'rtada kelishuv qilib savdo qilib bay qilib qo'yilindimi? Qachon beradi, nech pul beradi, nech pul bo'ladi, hammasini kelishib olindi. Shu kelishib olgandan keyin bo'ldi deb o'rtada 5 tashalindimi? Bo'ldi. Bu mashina yoki kelishilgan mol endi uniki bo'ladi. Endi shuni xohlasa kimga 4 mingga sotadimi yoki boshqa qiladimi, kimgadir berib yuboradimi, buni ahamiyati yo'q. Lekin haligi buni aytaylik mashinani avtoulovni sotgan odam nimaga sotding uni yoki nega pulni bermasdan turib sotding, boshqa qilding deyishga huquqli bo'lmaydi. Uni qiziqtiradigan tomoni aytaylik 5,5 mingga kelishilindi va oyiga maminchadan berasan, mamincha yilda deyildi. Pulni nech puliga molni baholanganligi va qanchadan berishligi hammasi muddatlari qo'yib olinadigan bo'lsa, bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ribo ham yo'q. Yo'q, ribo bo'lmaydi. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh domla. Kelin o'z ota-onasini ko'rishga necha kunda borish joiz? Shuningdek, aka-ukalar va opa-singillarni ko'rgani borishning ham muddati bormi? Iloji bo'lsa, javob berib o'tsalar, rahmat debdilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu savol berayotgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu hammamiz uchun foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Hozirgi aytilayotgan masala dolzarb masala. Ba'zi joylarda farzandni 6 oylab, hatto ba'zi joylarda yillab ko'rmayotgan otalardan shikoyatlar bor. Mana shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerakki, bizning Hanafiy mazhabimizda qizlar turmushga chiqqanlardan keyin ota-onalarini ziyoratlari uchun haftada bir marotaba borib ko'rishliklariga imkoniyatlari bor. Lekin bu yerda urfga ham e'tibor qaratilishi kerak. Masalan, Toshkent va Toshkentni atrofida yashaydigan kishilar 2 haftada bir marta ota-onalarini ko'rishga boradilar. Mana shu narsadan erni man qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Ota-onasini, yaqinlarini ko'rib turishligiga er ruxsat berib turishligi kerak. Chunki agar bundan man qilinadigan bo'lsa, o'z-o'zidan siylay rahmni tiklashlik uchun to'siq bo'layotgan bo'lib qoladi erkak kishi. Mana shu o'rinda bittasiga bir holatni ham aytib o'tsak to'g'ri bo'ladi. Bir qizni otasi aytayapti. Qoraka deydi, qizimizga sovchilar keldi, boshqa bo'ldi. 18 yoshida turmushga berdik. Hozir qizimni uzatganimga 5 oy bo'lgan bo'lsa, men 4 oydan beri qizimni ko'rmayman, deyapti. Ota. Masofa uzoqmi? Yo'q, masofa uzoq emas. Bitta shu Toshkentda yashalinadi, shaharda yashalinadi. Va ota aytayapti, ertalab bomdod namozini o'qib bo'lganimdan keyin kepkalarni, ya'ni shapkalarni bostirib kiyib olib, o'rtog'imni hali u mashinasini, hali bu mashinasini olib, qizim kelin bo'lib tushgan xonadonni hali u yog'iga o'taman, hali bu yog'iga o'taman. Bir marotaba bo'lsa ham ko'chaga chiqib, qizimni ko'chani sipirayotganda ko'rib qolsam deb chiqaman. Oilasiga aralashishga bo'lmayapti, deyapti. Bu darajaga olib kelib qo'yishlik to'g'ri emas-da. Men xohlasam jo'nataman, bo'lmasa bormaysan deshlik bu zulm bo'ladi. Bu zulmni har qanaqa to'ri harom hisoblanadi, joiz emas. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisalom hajjatul vidoda turgan vaqtlarida, ey erkaklar jamoasi, Alloh sizlarni qo'l ostingizga berib qo'ygan ayollar bolasida Allohdan qo'rqinglar dedilar. Allohdan qo'rqinglar. Demak, ularning ham haqqi bor. U islomdan avval ayollarning mutlaqo haqqi bo'lmagan. Islom kelib haq huquqlarni joy-joyiga qo'yib berdi. Mana hozir shuni ham aytilyaptiki, agar uzoq bo'ladigan bo'lsa, erkak kishining imkoniyati bir haftada bir marta jo'natib turishlikka imkoniyat qila oladigan bo'lsa, shundan foydalanadi yoki urfga qaraladi. Endi masofalarga ham e'tibor qaratish kerak-da. Chet elda yashaydigan bo'lsa, men otamni ko'rib kelishimga, onamni ko'rib kelishimga har oyda ruxsat qilib berasan, imkoniyat qilib berasan desa, yana murosasizlik kelib chiqadi, yana janjal kelib chiqadi. Demak, hozir bu narsani aytadigan bo'lsak, erkak kishi ayolini, o'zini, otasini, onasini ko'rishlikdan hech qanaqa sababsiz man qilishligi huquqi yo'q. Xo'p, rahmat domla. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi, lekin savollarimiz juda ham ko'p ekan. Ammo efir uchun ajratilgan vaqtga bo'ysunishga majburmiz. Tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alloh ilmingizga, umringizga baraka bersin, ziyodalik bersin. Yana ko'rsatuvimizda mehmon bo'lasiz degan umidimiz bor. Zotan mana shunday qiziqarli, samimiy suhbatlarida har doim sog'inib qolamiz va savollarga ham mana shunaqa mufassal javoblarni sizdan kutib qolamiz. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz, ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Katta rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Toshkent viloyati bosh imom xatibi Doniyor domla Ikromov bo'ldilar.
Ularga ham yana bir bor rahmat deymiz. Fursatdan foydalanib savollarni Muborak oy bu Telegram kanaliga yuborishingizni so'rab qolamiz. Mas'ullarimiz ularni saralab bizga yetkazishadi va savollarga imomlarimiz yordamlarida javoblarni sizga taqdim etib boramiz. Fursatdan foydalanib yana bir bora barchangizga Ramazon muborak bo'lsin. Shu kunlarning shukuhi hammamizga barakali, fayzli bo'lsin deymiz. Qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni Robbimiz dargohida husni qabul aylasin. Ertaga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.